Assalomu alaykum. 2 metrga 1 metr mol tarozimiz. Bu yig'ishtiriladigan variantidan. Ikkita eshigi olinadi. Tepaga chiqib, arkasi olinadi. Bu tomondagi eshik ham olinadi. Bu kallasi yechiladi. Shunda 4 ta burchagida bulut egasi bor. Mana bu 4 ta burchagidagini yechib, ichkariga yig'ishtiriladi bu. Shunda yig'ishtirilganda mana shuncha 40 sm atrofida bo'ladi bo'yi. Bu tarozimizni Namangan viloyati Sardoba tumaniga mol fermaga olib keldik. Bu tarozilarimizda 2 yil garantiyasi bor, 2 tonnalik bo'ladi, Turkiya mahsuloti. Vodiy bo'ylab yetkazdirib beramiz kelishilgan holda. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlaring mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani, butun O'zbekiston bo'ylab va O'rta Osiyolarga ham yetkazdirib beramiz kelishilgan holda. Kimgadir qiziq bo'lsa ma'lumotlarimiz aloqaga chiqishlaring mumkin.